60. Ikkalasi ham ba'zi orqali ogohlantirdi. Lochin. Lochin. Avtokon Bu 200. avtokonni ishladi. Qaranglar. Bu lochinni ishladi. Qo'yvor, avtokonni ishladi. Qani? Mnogozadashniy qani? Bu yoqda lochin. Bu yoqda avtokon. Qani bu yoqda mnogozadashniy? Yo'q. Assalomu alaykum barchaga. Mana biz yana yo'lga chiqdik. 88 bilan Doppler Pro'ni qo'yib oldik. Qaranglar, men nima demoqchiman? Men oldingi safar ham aytib o'tdim, bundan oldin ham aytib o'tganman. Ikkita detektorni bunaqa qilib yonma-yon qo'yib olib, tez qilib bo'lmaydi. Chunki bir-biriga pameh beradi bu, chunki iloji yo'q. Chunki bunda signaturniy radar detektor ekanlasi. Bir-biridan chiqadigan to'lqinni begona to'lqin hisobida qabul qilib filtrlaydi. Bu natijada radarni uzoqdan ko'rmay qolishi mumkin. Men sizlarga shuni isbotlab bermoqchiman. Hozir mana oldimizda avtokon bor, lochin bor. Ko'ramiz detektorlar qanaqa ishlab beradi. Lochin 60. Mana qaranglar. Lochin ushladi o'zi. Ko'ryapsizlarmi? Ushladi onlayn. Qarab turinglar, kuzatinglar. Mana qarang, qo'yib yubordi. O'zi Kamera на 60. qaranglar. Endi bu ba'zi orqali ogohlantirdi. Haqiqatan lochin bor oldimizda, o'ng qo'lda. O'tgan safar ham xuddi shunaqa. Mana yana ushladi. Mana qaranglar, mana. Qani Doppler? Qani? Men to'xtayman bu joyga. Chunki sizlar o'chirib qo'ygan deyishlaring mumkin. Qaranglar. Kadrni uzmayman. Qarang, men onlayn o'chiraman. Qaranglar. Orqaga haydayman. Sizlar hozir Doppler Pro'ni o'chirib qo'ygan nastroykadan deb o'ylashlaring mumkin. O'ziga kelib oladi hozir Doppler. Undan keyin ushlaydi buni. Qarab turinglar. Mana oldimizda lochin. Qani? Doppler olmayapti. Nega olmayapti? Trassa rejimida turibdi. Erdi 0. Ha? Tushunmadim. Bo'lgan. Qaranglar, shu turishda o'chirib yo'q yuboramiz. Nastroykaga tekkanim yo'q. Gulshit qilib qoldi bu. Ko'rdilaringmi? Qaranglar. Tomosha qilamiz. GPS активно. Lochin. Ko'rdilaringmi? Nastroykaga tekkanim yo'q. Ko'rdilaringmi? Qanaqa natija bo'ladi? O'sha uchun o'chirib tashladim, sizlar bilan gaplashib olay. O'sha uchun hech qachon detektorni bunaqa qilib qo'yib test qilmanglar. Kerak bo'lsa neonlayn mani cho'tka aytadi. Kerak bo'lsa neonlayn glushit qilib qoladida boshqa detektor aytadi. Tushuntira olgan bo'lsam, juda ham xursandman. Men sizlarga bugun alohida test qilib ko'rsatib beraman. Alohida yurib. Qani bo'lmasam, dash davom etamiz do'stlar. Mana qaranglar, hozir baza orqali ogohlantirdi lochinni. Avtokon ham bor, lochin ham bor. O'ng qo'limizda lochin, chap qo'limizda avtokon bor. Kuzatamiz. Avtokonni ushladi, qaranglar. Mana karmashkaga yetmasdan ushladi avtokonni. Karmashkaga kirdim. Lochin. Mana lochinni ham ushlayapti, ko'ryapsizlarmi? Mnogozadashniy ishlayapti, ko'rdilaring? Birinchi lochin ushladi, ana endi yana avtokonni ushlayapti. Bu yoqda avtokon chap qo'lda. Mana lochin. Avtokonni sizlarga ko'rsata olmay qoldim, lekin Doppler Pro'da kelganda ko'rsataman. Yo'lning u tarafida, hali bor ekan avtokonga, uzr. Lochinni ko'rdilaring, ha? Ana avtokon. Kamera. Ishlashini ko'rdilaring. Endi Doppler Pro'da kelamiz. Mana razvorot kelib to'xtadik, lekin avtokonni ushlab qo'ydi bu. Mayli, o'chiramiz buni, neonlayn o'chiramiz. Doppler o'rlaymiz.
Kuzatamiz, bu ham ushlash kerak to'xtab turgan joyimizdan. GPS активно. Kuzatamiz. Aloqa endi olish kerak bu ham. Nega olmayapti? Nega olmayapti? Erdi bezukdo 0 da turibdi. Nega olmayapti bu? Trassa rejimiga qo'yib qo'yganman. Qarang, mana o'chiramiz. O'chiramiz, ne onlayni qo'yamiz, qaranglar. Ja, unchalik uzoqda emasmiz. Спутники найдены. Avtokon. Ko'ryapsizlarmi? Yana testoviy proshivka demanglar, men ko'rsatib beraman proshivkasini. Testoviy proshivka demanglar faqat ko'p. Настройки. Wi-Fi. Wi-Fi. Go. Sig. Автомульт. Язык. Часовой. Сброс. Версия ПО. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Ko'rinyaptimi? Mana. Testoviy proshivka demanglar. O'zini saytda turgan proshivka. Lekin mana o'chiramiz. Doppler ro'laymiz. Nega bu olmayapti bu? Bu olish kerak edi-ku. Ha, olsa oldi, olmasa hozir yurib ko'ramiz. GPS активно. Hayronman. Mayli. Olmadi, mayli, yuramiz. Qani yuramiz. Kuzatamiz. Avtokon. Ko'rdilaringmi? Mana, oldi. Endi oldi, qarang, to'xtayman. Erdi bezukdo Damas kelib qoldi. Osin to'xtab ko'rsataman sizlarga. Mana qo'yib yubordi-da xullas. Камера на 60. Mana, Avtokon. Ko'rdilaringmi? To'xtayman. Ya, o'zi Slabi olyapti, bor avtokonni, bor bu. Avtokonni Slabi olyapti. Лачин. Endi Lochinni olyapti. Mana mnogozadashnis endi ishlayapti. Mana mnogozadashnis ishlayapti. Mana o'zi alohida ishlasa, ana yaxshi ishlaydi. Mana qaranglar, avtokon yo'lning u tarafida turibdi. Nega avtokonni qaranglar? Men Karmashkadan kelganim uchun kuchi yetmayapti. Avtokon. Mana avtokonni yana ushladi. Qo'yib yuborib ishlayapti. Men sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Qaranglar. Yo'l yo'g'ida avtokon. Mana ko'ryapsizlarmi? Erdi bezukdo 0 da turganiga ishondilaringmi? Mana. Mana ishlab turibdi. Savol javoblar yo'qmi? Savol javoblar bo'lmasa ketdik. Dashi davom etamiz. Yana boshqa radarga ham borishimiz kerak hali. Ne onlayn uzilgan Doppler Pro'da boramiz, Doppler Pro'da. Alohida. Qani ko'ramiz, Cardon M'ga, lobga qancha masofadan oladi, keyin solishtiramiz. Chunki Cardon M, Cardon Pro'da o'rgan bo'lsam, o'zir Cardon M. Chunki yo'lda o'rtasida turibdi, hozir Karmashkadan boryapmiz biz. Qaranglar. Камера на 60. Ba'zi orqali ogohlantirdi. Nega olmayapti? Olish kerak edi. 200. Cardon M. 170 metr. 170 metrdan oldi. Mana bu joyda turibdi Cardon M'imiz. Endi neonlaynga kelamiz. Mana qaranglar, endi Dopplerni uzib tashladik. Neonlayn detektorda boramiz. Qani? Bu qancha masofadan ushlab beradi bizga? Mana bu haqqoniy test bo'lyapti. Alohida yurilyapti. Ko'ryapsizlarmi? Xuddi mana shunaqa test qilinsa,
maqsadga muvofiq bo'lar edi. Kordon 60. Kordon 310 metrmidi? 310 metr. Natijaga o'zlaring baho beringlar. Chunki kordon yo'lni narigi tarafiga qarab turibdi-da, bizga qarab turgani yo'q. Shuning uchun qiynalyapti, sal uncha uzoqdan ola olmayapmiz. Mana tepada turibdi. Bahoni o'zlaring berasizlar. Mana qaranglar, hozir kaskad orqasidan boramiz. Alohida. Shuningdek, alohida undan oldingi roligimni alohida ko'rsatib bermagandim. Mana hozir yangi kaskad orqasidan alohida boramiz. Doppler Pro'da boramiz birinchi. Neonline uzib tashlaganmiz. Kuzatamiz. Kaskadning orqa tarafidan. Kamera na 60. Baza orqali ogohlantirdi. 200. 100 metr qoldi. Qani, yaqinlashib qoldik. Chap qo'li turibdi. Atom. Mana ko'rdilaringmi? Ko'rdilaring. Endi hozir Neonline'ga kelamiz. Qaranglar, endi Doppler uzib tashladik. Neonline detektorida boramiz. Qani, oldidan yurmaymiz. Oldidan natijalar zo'r, chunki o'tgan safar ko'rsatib berganman oldidan. Faqat orqasidan boramiz. Kamera в спину 60. Baza orqali ogohlantirdi. Kordon Ko'rdilaringmi? Natija bor-da, Neonline olyapti, to'g'rimi? Mana в спину. Mana do'stlar, ko'rdilaring, haqqoniy test bo'ldi. Ikkita detektorni hech qachon bitta mashinada bir vaqt o'zida buni qo'yib, xuddi mana shunaqa qilib qo'yib ishlatmanglar. Men sizlarga isbotlab ham berdim. Yana o'zlaring bilasizlar. Men kutib qolaman Silverstone kompaniyasidan mana shu videoga atvet qilishini. Keyingi rolda uchrashguncha salomat bo'linglar.